Mehmonxonamizning lyustrasiga bitta baho bering. Kvartiramiz 118 kvadrat bo'lyapti. Полноценный 3 xonali. Hozir qisqacha obzorni qilamiz. Mana shunaqa mehmonxonamizda stol stul qo'yilgan, mebel, bu tomonda parda ilingan, konditsioner o'rnatilgan va TV zona qilingan, gilamlar to'shalgan do'stlar. Devorlari полностью atachenta qilingan. Kvartiramizda kadastri bor. Bir kunda ishda qilib olishingiz mumkin. Va mana bu yerda bizlarda prixoja bo'lyapti. Asosiy kirib kelishimiz eshigi, kladovaya va sanuzul joylashgan. Mana bu yerda esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, menga ma'qul bo'ldi. Kattagina stol stul qo'yilgan, kuxonniy garnitura, stиральная mashinka, xolodilnik va mana bu yerda mягкая zona bo'lgan. Ana endi mana bu yerda esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Juda ham chiroyli remont qilingan, mebellar o'rnatilgan do'stlar. To'g'ri kotl o'rnatilgan kvartiramizda, teplopol va radiatorlar qilingan. Bu yer esa bizlarda kattalar yotoqxonasida ham ko'rishlaringizdek havo mebel texnikalari bor. Va mana bu yerda bizlarda prixojada mana shunaqa mebel qilingan, prixoja mebel juda ham qulay. Ana endi mana bu yerda bizlarda общий sanuzul bo'lyapti, kattagina. Va mana bu yerda bizlarda kladovaya joylashgan do'stlar. Agar kvartirangiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opsiyada bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yib, kommentariy yozib, layk qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.